Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan mevamiz Rubitsa navli o'rigimiz bo'ladi. O'riklarning ichida hosil qilish bo'yicha nomeradian o'rik hisoblanadi. Chunki bu tana bo'ylab ko'rib turganlaringdek kalanavidniy hosil oladi. Olib kelib ko'rsating yaqinroqda, mana. Bo'sh joyi yo'q. Shunchalik zich oladiki, bo'sh joy qolmaydi. Buni endi toqalab qo'yish kerak aslida, chunki mevasini yaxshi yetiltira olmaydi. Lekin shunda ham yaxshi mana kalibrovkalari joyida. Buni ko'pchilik tovarning vidiga qiziqqan holatda ekadi mana. Shaftoliga ham o'xshashib ketadi, to'q qizil rangda. Mazasiga keladigan bo'lsa, mazasi unaqa shirin emas, bemaza ham bo'lmaydi. O'rta miyona maza holati, o'rta miyona bo'ladi maza holati. Bog'imiz 4 yoshli bog'imizda hozirda salkam 100 million, 150 million atrofida 2 gektar yerimizdan daromad olinadi. O'rikdan bog' qilish niyatida yurgan akalar bo'lsa, videoga bittadan like bo'lsa, pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Telefon qilsanglar bo'ladi. O'zimizda bog' qilish xizmatlari ham mavjud. Ko'chatlar, ishonchli, garantiyali ko'chatlari ham mavjud. Hozirgi kunda eng global muammo dehqonlarda ko'proq bu muammolar voha tomonlarda uchraydi. Bozordan ko'chat olib, olib-sotarga uchrab qoladi. Olgan narsasi sort chiqmaydi yokida ko'chatlar qurib ketadi. Chunki ochiq sharoitda ko'chat ko'p qolib ketgan bo'ladi. Bizda ko'chatlar sveji holatda ko'chirib beriladi poliyadan. Ham garantiya ham beramiz. Sortlariga xudo xohlasa garantiyali ko'chatlarimiz kuz oyiga sotuvga tayyor. O'rikda salkam 15 xilga yaqin turi mavjud. Bu yil kuzga mavsumga bizda ko'chatlardan bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Orange Ruby, Vandercoat, Rubitsa, shalaq o'riklarimiz, o'zimiz mesniy o'riklarimiz ham bor. Qoqib bo'ladigan o'riklarimiz ham bor. Bemalol telefon qilib hozirdan zakaz berib qo'ysanglar bo'ladi, chunki ko'chatlarimiz soni cheklangan. Ulgurib olinglar, videomizga like bosib, foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga foydali bo'ldi deb yozib ketish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.